Assalomu alaykum do'stlar. Demak, biz Token Run programmasi orqali Geot tokenlarni ishlatishimiz mumkin. Demak, buning uchun bizga Solana Seeker telefoni kerak bo'ladi va u telefondagi Token Run programmasi kerak bo'ladi do'stlar. Token Run programmasiga kirib olamiz va keshulikni ulaymiz. Keshulikni ulaganda bizga 25 Geot degan token beriladi va shu 25 Geot token bilan turli xil sandiqlarni ochib biz tokenlar ishlaymiz do'stlar. Demak, buning uchun bizga kerak mana shu referral kod kerak bo'ladi. Referral kodni kiritsanglar, demak sizlarga 25 Geot beradi. Undan tashqari programmani o'zi 25 va 50 Geot beradi. 50 Geot bilan 50 ta token ochishinglar mumkin. Mana ko'rishinglar mumkin, sandiqlar ko'p. O'sha sandiqlarni yurib ochib ishlashingiz mumkin do'stlar. Shunaqa ma'lumotlar, undan tashqari boshqa tokenlarni ham ishlashingiz mumkin, sandiqlar ichidan chiqadi do'stlar. Demak, hammaga omad, hammaga daromad. Token Run'ni o'rnatib bemalol ishlashingiz mumkin.